Umuman tanishishimiz biz oila a'zolarimiz orqali bo'lgan. Ularning singillari tanishtirib, oila a'zolarimiz sovchilikka kelib, shunaqa tanishganmiz. Keyin bir-birimizni bilishimizga harakat qilib, oradan to'ygacha 8 oy vaqt o'tdi. 8 oy davomida bir-birimizni bilib, o'rganib, keyin turmush qurishga harakat qildik. Men ularning birinchi oilalari borligini bilardim. Birinchi oilasidan ajrashib, o'sha 2024-yildan beri birga yashamayotganligini aytgan edilar. Va 2025-yil 30-avgust kuni to'yimiz bo'lgan. To'yimiz o'sha Qo'qon shahrida o'sha erkaklarsiz to'y bo'ladi. O'shanaqa to'y bo'lib, biz uyimizda, ularning uylarida ham shunaqa to'y bo'ldi. To'g'risi, umuman oldingi tanigan Shohjahon Ergashev men uchun boshqa odam edi. Haqiqiy erkak, mard erkak, sportsmen, sog'lom. Umuman oldin unaqa jahllarni ko'rsatmagan, menga qattiq nimalarni, tazyiqlarni ko'rmaganman to'yimizgacha. Keyin to'ydan keyin hammasi boshlandi. Ungacha bizda hamma narsa yaxshi bo'lgan. Hammada odatdagidek qanaqa bo'lsa, yaxshi muomalada, bir-birimizga hurmatda bo'lganmiz. Oradan 20 kun vaqt o'tdi. 20 kun davomida oldin endi gaplashgan paytlarimizda hech qanaqa bir-birimizga nisbatan e'tiborsizlik yo shunaqa narsalar ko'rmaganman. Yashashni boshlaganimdan keyin har kuni juda ham ko'p vaqti ko'chaga chiqib keladi va uyda juda ham ko'p payti faqat telefonda o'tiradi. Faqat va faqat telefonda o'tiradi. O'shandan keyin shubhalanishni boshlaganman-da. Bunchalik masalan ishim bor deb gapirilardi, lekin e'tibor berib qarasam, ish faqat telefonda yozishmalar bilan emas, agar zarur ish bo'lsa, telefonda gaplashib qo'ya qolinardi-da. Masalan, erkaklar bilan ish bo'yicha ovozli xabar yoki telefonda hal qilinardi. Bo'ldi, shu bilan hal bo'lib ketardi. Masalan, men birorta erkak bilan o'tirib, nechidir soatlab, bunaqa SMS yozishib, ish hal qilganini ko'rmaganman. Nimadir ish bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali ovozli xabar bilan hal qilinardi. Keyin shundan shubhalanib boshladim. 20 kunda juda ham o'zim kuzatuvchi odam bo'lganim uchun qachon ish hal qiladi, qachon qaysi paytda nima qiladi kuzatib bordim. Ish faqat telefonda hal bo'ladi, o'zi bo'lsa uyda bo'lgan payti deyarli 90%, 95% holatda faqat telefonda o'tiradi. Shundan shubhalar kelib chiqdi. 20 kun o'tdi. 21-sentyabr kuni oxiri bunchalik telefonda ko'p o'tirasiz, endi ishlaringizni hal qilayotganingizni ko'ryapman, ishlaringizni mana bunaqa telefonda hal qilar ekansiz, ovozli xabar yozyapsiz. Tezroq hal qilish uchun-da, masalan, ishda agar birorta bir zarur ish bo'lsa, telefonda shunchaki gaplashib hamma narsa hal bo'ladi. Unaqa yozishmalar, chatlar men ko'rmadim. Erkak odam u ishini, odamni faqat yozishib hal qilganini. Shuni aytganimda hamma janjal boshlanib ketdi. Nima bo'ldi? Biz 8-sentyabr kuni Moskva shahriga ketgandik. Bu Moskva shahrida bo'lyapti. Moskva shahrida o'sha Vodniy stadion metro bekati bor. O'sha yerda biz o'sha atrofida yashaganmiz. O'sha paytda faqat uyda trenirovkaga borib kelgandan keyin faqat uyda telefonda vaqt o'tdi. Orada aylanib kelamiz. 1-2 soat yur Moskvani ko'rsataman deb aylanib kelgan paytimizda ham ko'chaga chiqamiz. Ko'chada ham даже mana shu telefon. Keyin aytdim, oxiri 21-sentyabr kuni kechasi soat 11larda aytganman. Nimaga buncha nima qilasiz? Uxlash paytida ham mana hozir soat Moskvada 11 bo'lsa, O'zbekistonda soat уже 1 bo'ldi. 1da qanaqa kechasi ishni hal qiladi dedim. Keyin "Yo'q, mayli, ishing bo'lmasa, men shunaqa ish hal qilyapman" dedi. Keyin yana o'tirdim, kutdim, uxlashga yotdim. Baribir telefonda o'tirdi. Keyin oxiri aytishga majbur bo'ldim. Bilib turibman nima qilayotganingizni. Kechasi soat 11-12da qanaqa qilib ish hal qilasiz? O'zbekistonda soat 1-2 bo'ldi уже. Hech kim ish hal qilmaydi bu paytda. Hamma oilasi bilan bo'ladi dedim. Keyin men ayollar bilan gaplashyapti deb o'ylayapsanmi dedi. Keyin ha, shunaqa o'ylayapman. Sen hali 20 kunlik bo'lib turib, sen men ayollar bilan yurishga nima qilib shantaj qilyapsanmi? Xuddi tuhmat qilyapsan menga degandaqa qilib. Keyin urib ketdi. O'sha paytda vaziyatda keyin men boshida gaplashmaslikka harakat qildim. Bo'ldi, men gapirmang. Tushundim sizni. Baqirib yotgan paytida bo'ldi, xo'p desam, unda shunaqa xarakter bor. Agar u gapirayotgan paytda siz e'tibor bermasdan indamay qolsangiz, eshit meni deb uradi. Sen meni eshitishga majbursan deydi-da. Eshitmaganingiz uchun ham jazolanasizda. O'shanda urib ketdi. Keyin men ketaman dedim, chiqib ketaman. O'zi bir xonalik kvartirada turardik, juda ham kichkina xona. Bo'ldi, men chiqib ketaman. Boshqa xonaga chiqib o'tirib qutulib nima qila olmaysizda. Keyin chiqib ketaman deganimda, chiqib ketsang hozir ota-onangga telefon qilaman dedi.
rostdan ota-onamga telefon qilasizmi desam, ularda soat 12 bo'ldi. Onam 60 ga kirgan, dadam 70 ga kirgan. Unaqa qiynamang ota-onani. Hozir biz ikkalamiz kelishmovchilik bo'lyapti desam, yo'q, sen chiqib ketaman deganing uchun ham ota-onangni qiynayman deb soat kechasi O'zbekistonda 2 bo'lgan vaqtda ota-onamga telefon qilib, qizingiz chiqib ketaman deyapti. Mana shunaqa nimaga chiqib ketaman deyapti. Urushingizdan charchadim, o'shaning uchun chiqib ketaman deyapman. Boshqa ilojim qolmadi. Bir xonali xonada hech qayerga qochishga ilojim bo'lmayapti dedim. Keyin degandan keyin yana o'sha har bitta gapirgan gapingiz uchun jazolanasizda. Gapirmaganligingiz uchun ham, eshitmaganligingiz uchun ham, gapirgan gapingiz uchun ham kaltak yeysiz. Keyin yana urushda davom etdi. Ota-onamga telefon qildi. Ota-onam eshitib turibdi, urushmanglar deyishiga qaramasdan ota-onamga telefonni qo'yib qo'yib, keyin meni urib, ota-onamga eshittirib, ota-onam gapiga qaramasdan urdi o'sha kuni. Keyin oxiri bir nima bo'ldi, uzr dedim, bo'ldi dedim. Keyin shu bilan uxlayman bo'ldi dedim, kerak emas. Jonimdan o'tib ketdi sizni kaltaklaringiz dedim. Ertalab turdik, soat 10 da trenirovkaga ketish kerak bo'lgan. Ertalab turdik. Yana shu ahvol, sen kechqurun asabimni buzding, seni deb kechqurun uxlay olmadim. Mana shunaqa bo'ldi-da. Keyin savol beradi-da, sen oldin ishlagan ishxonangda ham erkaklar doim xotiniga nima qilayotganini отчетini berib turadimi deydi. Men qayerdan bilaman ularning отчетini beradimi yo'qmi? Palonchi akang, pistonchi akang, palonchi tanishing, o'zingni palonchi qarindoshing xotiniga doim telefonni ko'rsatib o'tiradimi? Qayerdan bilaman desam, bilmayman desam, javob ber, bilasan deydi. Yo yo'q deysan, yo ha deysan dedi. Keyin bilmayman ularning hayotini desam, shatta borib o'zi bir xonali nima, oshxonasi ham o'sha yerda bo'lgan. Shunday borib oshxona pichog'ini oldida bunaqa divanda yotgan bo'lsam, divanda o'zimni joyimda o'tirgizib, oldida divan bor edi, oyog'ini divanga urib o'tirdi-da, menga qarab turib, oshxona pichog'ini bo'ynimga tirab, gapir dedi, savollarimga javob berasan dedi. O'sha ishxonadagi akang doim xotiniga отчет tashlab turadimi? Bilmayman deyapman. Yo'q, bilmasligi mumkin emas. Ha yoki yo'q deysan, bilasan deyapti. Yo'q, tashlamaydhi. Nimaga unda meni hozir telefonimda yozishganimni sen ko'rmoqchisan yoki yozishganimda senga nimaga aytishim kerak, kim bilan yozishganimni deyapti. Ha bo'ldi, xo'p, aytmang, jonimdan to'ydirdingiz, bo'ldi deyapman. Borgan sari pichoqni nima qilib boryapti, tira boryapti-da. Keyin ayamga telefon qildi yana qaytib, ayam shunaqa qilyapman qizingizni, shunaqa meni telefonimni ko'raman degani uchun, meni telefonimda sen qizlar bilan yoshasan degani uchun erga bunaqa munosabat qilmaydi. Erkak faqat qornini to'qlaydi, faqat kiyintiradi va faqat kechqurun oldida yotadi, bo'ldi, boshqa narsani erkakdan so'ramaydi dedi. Keyin bo'ldi, shu bilan o'sha kuni ahvolim u ketdi trenirovkaga, ahvolim o'sha ko'karib ketgan, hamma joyimda onamga tashladim. Birinchi onamga aytmadim-ki, onam yaxshimisan dedi. Video izda gaplashgan paytimizda onam ko'rdi-da, nima bo'ldi, buncha ko'karib ketibsan, ham ko'zlarim ko'karib yotgan dedi. Keyin o'sha urushdan keyin shunaqa bo'ldi deb aytdim. Shu bilan onam tashlachi unaqa xavfli emasmikan dedi. Onamga tashlaganlarim qolgan ekan. O'sha hozir ommaga chiqargan narsam o'sha 21-sentyabrdagi onamga tashlagan rasmlarim bo'lgan. O'sha narsalar qolgan menda. Keyin orada xo'p mayli dedim-da, kelib turib bitta qiz yozuvdi, bitta odam yozuvdi, qiz o'shani yozishib yotdim kechqurun dedi-da. Rostdan qiz bilan yozishgan bo'lgan, meni lekin urgan o'sha paytda. Kelib turib ko'rsatdi, mana shu qiz yozuvdi dedi-da. Ha, bo'pti dedim, boshqa narsalarni so'ramadim. Oradan vaqt o'tdi. 4-oktyabr kuni biz O'zbekistonga qaytib keldik. 5-oktyabr kuni telefon qo'limga tushib qoldi. Keyin uni kodini bilardim. Oldindan lekin hech qachon telefoniga tegmagandim. Qanaqa qilib ochdi? O'zi bilmasdi kodini bilmasligimni. Keyin ochdim telefonni, ochsam, bitta alohida Telegram bor ekan. U yoqda 8 ta qiz bor ekan. Baravariga 8 ta qiz bilan yozishgan. Qarasam, o'sha meni eng alam qilgani, o'sha meni do'pposlab urgan kunlari, asha soatlarda o'sha 8 ta qiz bilan gaplashib o'tirgan bo'lgan ekan. Meni bitta gapim uchun urgan. 8 ta qiz bilan gaplashib yurgan bo'lgan. Keyin ko'rib qoldimda, aytdim, shunaqa qizlar bilan yozishgan ekansiz, mana ko'rdim dedim. O'sha urgan kuningiz ham, shunchalik qiynagan kuningiz ham dedim, o'sha qizlar bilan yozishgan bo'lgan ekansiz-ku. Rostdan agar aybingiz bo'lsa, nima qilardingiz meni urib? Rostdan ha deb qo'ya qoling, nima edi aybingiz dedim. Keyin ha, sen hali erni telefonini ko'radigan bo'ldingmi dedi. Keyin bo'ldi dedim, ko'rdim, men shunaqa ketaman dedim. Ketaman desam, ota-onasiga telefon qildi-da, bu unaqa ayol, bu bunaqa ayol, men eplab yuraman, bu mendan ketsa, bu ko'chadagi anaqa fohisha bo'lib ketadi deb ota-onasiga shunaqa gapirdi. O'zi bu ota-onasiga aytdi, o'zi bu ko'chadagi fohisha edi-da, men oldim buni. Endi hozir mana urib kaltaklab olib yuribman, mendan ketsa yana fohisha bo'lib ketadi dedi. Men ketkizmayman dedi. O'sha payt men ketaman dedim. Bo'ldi, bunaqa hayotda men yashamoqchi emasman. O'zimga kasallik yuqtirib, ko'chadagi ayollaringizdan buni xohlamayman dedim. Keyin
yo'q dedi, ketsang mayli ket dedi, mana shu gaplaringni dedi hammaga ommaga aytib chiqaman dedi, sen buni isbotlab bunaqa emasligingni aytganingcha hammani oldida sharmanda bo'lib olasan dedi. Keyin ota-onangni sharmanda qilaman. Ota-onam 60-70 yoshligini biladi-da, ularda hozir bitta gap gapiraman, ular bitta gapimni eshitadi-yu, o'lib qoladi deb yashash dedi. Keyin xo'p mayli dedim, oilani saqlash kerakmi? Oilani saqlash kerak. Qaynonam telefon qilib oilani saqlash kerak. Ota-onangizga bu gaplarni aytmang, bunaqa deyotganlarni qiynamangda, yashashda davom eting dedi. Ha, xo'p mayli, xo'p. Davom etdim. 21-oktyabr kuni yana Moskvaga uchib ketdik. Moskvaga yetib borgan kunimizoq 21-oktyabr kunida o'sha kuni Jamila ismli qizni videolari tarqagan kun edi. Real Sanjik bilan bo'lgan muammolar o'sha narsa tarqagan kun edi. Keyin o'zidan-o'zi menga o'sha videoni ko'rsatdi. Video ko'rib o'tiribdi-ki, o'sha videoni ko'rsatdi-da, video chiqib ketib qoldi. O'sha paytda bu video bitta qiz tomonidan jo'natilgan ekan. O'sha gaplashib yurgan qiz tomonidan shunday nimasi chat ko'rinib qoldi, gaplashgan xabarlarida. Dedim, hali ham bu qizlar bilan gaplashib yuribsizmi dedim. Ha, gaplashib yuribman. Nima deysan? Men ketaman unda dedim. O'sha dedim, nechtasiga chidadim? 10tasini ham, 15tasini ham o'sha mana shu 1 oyda chidadi. Mana to'yimga 30-avgust bo'lgan bo'lsa, mana bugun 21-oktyabr, o'sha 1,5 oy bo'ldi. Shunchalik qilib tashladingiz dedim. Men yana bundan keyin hayotimda sizga qanaqa qilib ishonaman dedim. Degandan keyin o'sha Moskva shahrida borib tushgan kunimizoq hali narsalarimizni nima qilishga, yoyishga ulgurmagandik. Bo'ldi dedim. Narsalarni yoymasdan oldin ketib qo'ya qolay dedim. Shu gapni gapirganimni bilaman, oldimga kelib turib shapaloq urishni boshlab, qayoqqa ketasan, nima qayerqa ketmoqchisan, nima qilmoqchisan, mendan ketib bo'libsan deb turib yana urishni boshladi. Yana o'sha kaltaklar urib, yotqizib, birinchi divanning ustida urib, keyin oyog'ini tagiga mamdek ko'tarib, qo'limni oyog'i tagiga otib, tepib tashladi yotgan joyimda. Shunaqa voydot deganidan bitta qo'shni chiqdi-da, baqirmadi, ovozingni o'chir. Moskvada birinchi yashagan domimizda unchalik emasdi, hozir yangi domga borgandik. Juda ham yaqin joylashgani uchun ovozi juda ham tez chiqarganda baqirgandi. Keyin oldimizdagi qo'shni chiqdi-da, ovozingni chiqarmay tur dedi. Keyin oldimizdagi qo'shni chiqib, "Что случилось?" deb so'radi. "No, nechо" dedi-da, chiqarib yubordi. Keyin keldida, "Ko'rdingmi?" dedi. "Sen dastingdan o'sha qo'shnilar chiqishni boshladi. Ovozingni chiqarmagin" dedi. "Ha, xo'p" dedim. O'tirdim, o'tirsam keyin olmay kelib o'zidan-o'zi uzr so'rashni boshladi. Uzr. Keyin men tashqariga chiqib kelay dedi-da, chiqib otasi bilan gaplashib kelib, men dadamga aytdim, urganimda sendan uzr so'rashimni aytdi dadam. Yo'q, bo'ldi, ikkinchi marta ham shunaqa urdingiz dedim. Yana ayollar orqasidan bo'lyapti, boshqa narsa orqasidan bo'lmayapti. Yashashni xohlamayman deganda yana shu otasiga telefon qildi-da, otasiga telefonni qo'yib, oldiga qo'yib olib, bu bunaqa edi, bu unaqa edi, har xil gaplar. Bu falonanaqa edi, bu pistonaqa, hozir ham shunaqangi deb har xil tuhmat gaplarni gapirdi otasiga. Yashamoqchi emas men bilan, agar yashamaydigan bo'lsa men buni nima qilsam qilaman dedi. Keyin yana uni tazyiqdan, nimasidan, tahdididan qo'rqqanimdan xo'p mayli dedim, lekin o'sha kuni oradan bir kun o'tib bitta qulog'im eshitmayotganini sezib qoldim-da. O'sha urgan paytida qulog'imga urgan ekan. Qulog'imda aytdim, birinchi sezmadim, lekin samolyot uchayotgan ovozdek qilib ovoz kuchayishni boshladi. Eshitmayapti qulog'im. Keyin aytdim, shunaqa qulog'im eshitmayapti bir tomoni. Juda ham qattiq samolyot uchgandek xuddi qulog'im oldida shunaqa ovoz bo'lyapti dedim. Keyin deganimdan keyin mayli nima qilamiz so'rab ko'raman dedi. Keyin doktorga ko'rinaylik dedim. Ha, doktor top bo'lmasa dedi. Men Moskvada birinchi marta yashashim. Sizga qayerdan doktor topaman hozir Moskvada o'tirib, yana uydan chiqmayman, tashqariga faqat uyda o'tiraman. Keyin ha, bo'pti, hozir bir chorasini qilaman dedi. Endi nimani o'ylagan, meni doktorga olib chiqmadi. Keyin hozir nimalardan ayni eshitmadim, doktorlardan so'radim. U unaqa ovoz faqat quloq pardasi yirtilganda kelar ekan dedi. Quloq pardasi yirtilganini hisobiga aytdim. Bir shapaloq urgan edim. Bir shapaloqdan keyin qulog'i eshitmay qoldi. O'shanga nima qilsam bo'ladi deb so'rasam, tanish doktorlarimdan, teymasa o'zi nima parda bir-biriga nima qilib yirtilgan parda kirishib ketadi, bir-biriga tegmasin, bo'ldi, hech nima kerak emas. Keyin shu bilan doktorga ham bormadim. Bir 3 haftacha o'sha nima bilan bir qulog'im eshitmayapti, faqat shovullash kelyapti. Shovullash bilan yurdim, keyin sekin-sekin u o'tib ketdi. Keyin bu voqealar hozir 21-oktyabr kuni bo'layotgan bo'lsa, oradan shu 10 kun, 15 kun vaqt o'tdi. 9-oktyabr kuni biz yana ketadigan bo'lib qoldik. 9-noyabr kuni biz ketadigan bo'lib qoldik. Yana O'zbekistonga 9-noyabr kuni keldik. 9-noyabrdan keyin
O'zbekistonda yashashni boshladik. Unga aytdim, O'zbekistonga kelsangiz yana ham sizni yurishlaringiz, menga nisbatan nimangiz, muomalangiz вообще umuman o'zgarib ketyapti. Qanaqadir juda ham sovuqqon bo'lib qoldingiz O'zbekistonda dedim. Unaqa emas, faqat shunaqa pul topish kerak, vazifasi ayolini qornini to'qlaydi, kiyintirish kerak dedi. Xo'p dedim, mayli dedim. 20-noyabrdan o'tdi. Yana o'sha ko'chadan kelishlari va shunaqa keladi, telefonda o'tiradi, ko'chaga chiqib ketadi, keladi, telefonda o'tiradi yana. Keyin oxiri yana xafa bo'ldim. Juda ham xafa bo'lyapman. Nimaga menga bunaqa munosabatda bo'lyapsiz? To'ydan oldin bunaqa emas edingiz-ku umuman dedim. Keyin shunaqa bo'ladi, to'ydan keyin hayot o'zgaradi, to'ydan keyin hayot shunaqa bo'ladi dedi. Keyin ha bo'pti, xo'p. Lekin kayfiyatimga juda ham ta'sir qildi-da, tushkunlikka tusha boshladim, gapirgim kelmaydi. Juda ham o'zimda ruhiy tushkunlik his qilib qoldimda, gapirmadim. Keyin gapirmaganimdan keyin e'tibor berib qarasam, o'sha oldingi gaplashgan qizlar bilan yana gaplashayotganini sezib qoldim, yana muomala qilayotganini sezib qoldimda. Bitta chevar qiz bor edi. Chevar qiz bilan yana gaplashayotganini bilib qoldim-da. U qizni o'sha oldin ko'rganimda kontaktlari bor edi. Keyin unga aytdim. Shu paytgacha hech kimga yozmadim, hech qaysi ayolga yozganim yo'q, lekin sizga aytmoqchiman, unaqa qilmang. U qizga chunki ko'rganimda qolganiga ayol oilaliman demagan, u qizga aytgan ekan, oilaliman, uylanganman, sevmasdan uylanganman. Hozir ozgina gaplashib ko'raylik, bir-birimizga to'g'ri kelsak, nikoh qilib olamiz, yashaveramiz. Sevmasdan uylanganman. Даже o'sha chatlar ham turibdi-da menda. Shunaqa xafa qilgan odamni ayolni ichidan yemiradigan narsa-da bu. Keyin chatlar turgan ekan, qizga yozdim. O'sha 20-noyabrdan keyinda Toshkentga borib yashashni boshlaganimizdan keyin iltimos dedim, qilmang, oilani buzmang dedim. Faqat sizga yozyapman, chunki siz oilasi borligini bilib turib yuribsiz dedim. U Instagramimni, Telegram kanalim bor edi, Telegram kanalimga ham kirib yurdi-da, u qiz ko'rib qoldim. Men kuzatib yurgandi, keyin meni kuzatyapsiz, ko'rdim dedim ijtimoiy tarmoqlarda. Iltimos unaqa qilmang dedim. Desam, men qilganim yo'q. O'sha doimga hammani gapiradigan gapi, o'sha ering yozyapti o'zi. Men hech nima qilganim yo'q. Eringni o'zingni yig'ishtirib olgin. Mana shunaqa gaplar bo'ldi. Keyin yana men xafa bo'ldim. Juda ham xafa bo'lganimdan keyin u qiz chevar narsa tikayotgan ekanda, unga u chevar narsa tikayotgan ekan, unga qaytarib beribdi. Sen narsalaringni tikmayman. Xotining menga shunaqa dedi. Degandan keyin alamni ustida kelib turib, sen sababli men shunaqa ishim orqaga ketyapti, sen sababli men qizlarim ketyapti deb meni mashinada kelayotgandik, syomkaga borganda birga ovqatlandikda, o'sha ovqatlanadigan joyda syomkaga kelishlari kerak ekan, qanaqadir syomkasi bor. Syomkadan chiqdi-da, menga qarab baqirib, seni deb hozir syomkamga ola olmadim, hayolim tarqab ketdi, sen asabimni buzganingdan beri dedi. Shunday mashinaga o'tirishimizdan urishni boshladi mashinaning ichida. Uyimizga yetib borguncha shunaqa urib keldi. Skverda edik, Amir Temur xiyobonining yaqinida edik, Parkent ko'chasida yashaymiz. Amir Temur ko'chasidan toki Parkent ko'chasigacha urib mashinada, mashina hamda anaqa qimillab ketyapti-da, to'g'ri yo'lda ketyapti, rulga qaragani yo'q, faqat meni urish bilan ovora. Keyin hozir kirdi-da, uyga kirdi-da, men senga ko'rsataman nima qilishni dedi. Sen hali shunaqa meni ayollarim yozadigan bo'lib qoldingmi, sen hozir ko'rsataman dedi-da. Keyin voydod qilyapman, jonim og'rib ketyapti, siz nimangizdan, oddiy odam emassiz deyapman-da, oddiy odam emassiz, sizni kuchingizga, даже o'g'il bolalar sizga chidolmayotgan bir vaziyatda men qanaqa shuncha urishingizgacha deyman dedim. Keyin sen qarab tur, uyga kirib tarbiyaviy soat o'taman senga dedi. Shu vaziyatda qo'rqqanimdan nima qilishni bilmay onamga telefon qildim. O'sha oldida-da, ona iltimos unaqa qiling, uyga olib kirib meni urmasin, iltimos dedim. Onajonim, ezilib ketdim dedim. Bo'ldi, yetadi. Shunaqa jonimga tegdi kaltaklari. Jonim og'rib ketyapti-da. Urma deb baqirib yordim-da. Keyin ona iltimos ayting dedim. Uyga olib kirsa hozir sog' qolmayman dedim. Keyin onam yaxshilab tushuntirdi. O'sha nima gaplashgan nimalari ham bor. Ovozlarini o'sha payt yozib olgan ekan. Bu meni siqyapti, faqat xafa bo'ladi. Xafa bo'lganligi uchun mendan xafa bo'lishga haqqi yo'q buni. Hech qanaqasi mendan xafa bo'lmaydi bu. Kelsam uyda xohlagan paytim kelaman. Bu даже ko'chadan oldiga xotin olib kelsam ham, xotin qilib uylanib olib kelsam ham, даже oldiga menga achchiq qilishga haqqi yo'q, menga qovoq solishga haqqi yo'q. Buni faqat menga kulib, ovqatimni qilib kutib olish kerak, boshqa narsa qilmash kerak. Menga umuman boshqacha vaziyatlar qilmasin menga dedi. O'shaning uchun buni hozir olib kirib tarbiyaviy soat o'tmoqchiman men dedi. Keyin yo'q, kerak emas. Ayam aytdi, yo'q bolam, unaqa qilmang, iltimos dedi. Bo'ldi, keyin shu bilan bo'ldi, xo'p, aya sizga hozir aytayapman, mana uyga kirib urmayman dedi. Xo'p dedim. Uyga kirdik, yana o'sha vaziyat, kaltak yeganman, xafa bo'lganman.
Keyin ertangi kun bo'ldi. Ertangi kun o'tdi, yana o'sha ba'zi bir sabablar topib telefon ota-onasiga telefon qildida meni urishni boshladi, tepib, shu belim orqalash orqamga tepdi. Undan keyin meni urib, va shu divanga o'tirgizdi, tepamda turib kallamga orqa tomondan shunaqa urib bo'l, onangga telefon qilib aytasan hozir bo'lgan hamma ishni deyapti-da. Hamma narsani hozir onangga telefon qilib, men shu erimni xohishlarini qondirmayapman deb onangga telefon qilib aytasan deyapti-da. Qanaqa qilib aytaman? Men ayol kishi bo'lib turib, o'zimda onamga telefon qilib, bu mavzuda men erimni xohishlarini qondirmayapman deb qanday aytaman? Dedim, aytasan dedi, majburladi. Telefon qilib onamga aytgan birinchi so'zim shunaqa yig'layapman-da. Onamga aytgan birinchi so'zim, ona sizni yaxshi ko'raman dedim-da. Ona sizni yaxshi ko'raman, boshqa so'z ayta olmayman dedim. Aytasan deyapti. O'sha yig'layotgan vaziyatimda ham ayam o'sha bolam nima bo'layapti deyapti. Gapir, nima bo'layapti? Yo'q, aya sizni yaxshi ko'raman, boshqa gapim yo'q deyman-da. U yoqdan uryapti-da, aytasan deydi. Keyin o'sha vaziyatda uni qaynotam telefonni o'chirib, qaynonam telefon qilib qoldi. Keyin onam bilan qaynonamning telefonda eshitib turibdi. Qaranglar deyapti, bu menga o'zini e'tirozlarini qo'yapti-da, meni xohishlarimni qondirishdan bosh tortyapti bu. Endi jazolayman buni deb turib, ikkala onaga eshitib turib meni uryapti-da. Yana urishni boshlab ketdi. Keyin voydot baqiryapman. Baqirganim sari u jahli chiqib ketyapti-da. Baqirganimni qarab tur, senga nima qilishni ko'rsataman dedi. Oshxonaga bordi. Oshxonada bunday go'sht chopadigan qalin nimamiz bor edi, pichoq bo'lardi, qalin, mana shu qalinligi. O'sha pichoqni ko'tarib keldi, hozir so'yaman dedi, hozir so'yib tashlayman deb turib, kelib divondan yerga o'tib qochib ketgan paytimda oldimga borib, pichoqni sochimdan tortib turib, pichoqni bo'ynimga tirab nima qildi-da, voydod deb baqirdim. Onam hozir nimaga 12:59 ga telefon qilaman, hozir 102 ga qilaman, tegma bolamga, tegma, iltimos tegma bolamga deyapti-da. Keyin shunaqa baqirdim, o'zi keyin shunday nima yotqizib itarib yubordi-da. Keyin shu bilan telefonni olib, ko'rdilaringmi dedi, menga unaqa qilmasin degandaqa gapirdi. Bo'ldi, o'zimiz gaplashib olamiz dedi-da. Qaynonam, qizim unaqa qilmang, qizim unaqa qilmang, qizim unaqa qilmang dedi. Bo'ldi, keyin shu bilan telefon qilib o'tirdik-da. Men bilan yashaysan dedi. Hech qanaqa ketish haqqing yo'q, men bilan yashaysan baribir dedi. Shuncha uryapsiz dedi. Men ketaman dedim. Keyin men bilan yashaysan dedi. Onamga telefon qilib beraman hozir dedi. Keyin u yoqda onam narsasini tezroq yig'sin, biz mashina jo'natyapmiz, keladi. Biz endi bu yoqda yashaymiz, Farg'ona viloyatida yashaymiz. Hozirgi vaziyatda Toshkent shahrida bo'lyapti-da. Tezroq biz nima qilishimiz kerak, mashina jo'natishimiz kerak, narsalarni yig'sin, bo'lmasa 102 ga telefon qilaman, hozir murojaat qilaman 102 ga, qo'yib yuboringlar qizimni, bunaqa yashatmayman bunaqa darajada dedi. Uni orada onamni skori kelib, mazasi qochib qoldi, tez yordam kelib, onamga nima qildi, ukollarini qilib, keyin shu bilan majbur qilib telefon qildi, hozir ketsang dedi, qaytib kelmaysan dedi, ko'chadagi fohisha bo'lasan dedi. Keyin dedi, fohisha bo'lishingni dedi, hammani oldida dedi ko'rsatasan dedi. Keyin men seni javobingni bermayman dedi. Yangi turmush quraman degan taqdiringda ham kelajakdagi narsalarni aytadi. Shunaqa ishlar qilaman, даже turmush qura olmaysan-da, keyin turmush qurganingdan keyin ham seni oilangni buzaman. Ungacha ota-onang qolmaydi, ota-onangni o'lmaguncha olib bormayman. Shunaqa sharmandagarchilik qilaman. Seni ota-onang o'ladi, o'zing bitta o'zing qolasan, keyin fohisha bo'lasan ko'chadagi, keyin o'sha paytda sen bilan gaplashamiz. Mana shunaqa tahdidlar qiladi, doim shunaqa qiladi. Keyin ko'rasan, agar nimagacha o'sha birovga turmushga chiqquncha yetib olsang, agar o'zing sharmandagarchilikdan o'zingni o'zing o'ldirmasang. Mana shunaqa deb olib qoldi, yana oxirgi marta dedi. Keyin ertasi kuni yana o'zgarib qoldi-da, yaxshi bo'lib qoldi-da. Onamga telefon qilib, uzr deb, o'z erkaklik qasamim, qasam ichaman, so'z beraman. Hech qanaqa endi tazyiq qilmayman, hech qanaqa qo'l ko'tarmayman, endi umuman xafa qilmayman, qizingiz men bilan yashasin, qolsin dedi-da. Ota-onamga telefon qilib, men ketishdi, o'zim taksi borayotganda, endi ota-onam o'zimni akamlarni jo'natayotganida olib kelish uchun bo'ldi, yashamaydi bunaqa qiyinchilikda deb tazyiqlaringizdan bu ham kasal bo'lib qoladi. Kichkina bo'lib qolganimda, hozir 180 bo'yim bo'lsa, 58 kilo bo'lib, kichkina bo'lib, suyaklarim ko'rinib qolib, nimaga, skelet, suyakka o'xshab qolgandim. Keyin
Shu bilan orada yana yashashni davom ettirdim. Ha, mayli, oilani saqlash kerak, sharmanda bo'lmash kerak, oilani saqlashim kerak. Yana oyning oxiriga borib, dekabr bo'ldi. O'sha dekabrda oxiriga borib yana shu tazyiqlari, yana shu uyga kelmaydi, so'rasangiz tazyiq qiladi. Sen xotinsan, sen gapirishga haqqing yo'q, sen uyda o'tirishing kerak. Mana shunaqa dedi. 31-dekabr kuni yangi yilni nishonlashda aytganimda, yangi yilni nishonlashni xohlamayman dedi. Yo'q, men xohlayman, yuring bozorlik qilib kelaylik-da, yangi yilni kutaylik, chunki men birinchi marta oilamdan tashqarida siz oldingizga keldim. Shu nimani yangi yilni nishonlamoqchiman, chunki hozir men doim uyda o'tiraman. Boshqa menga xursandchilik baxsh etadigan narsa qolmadi-da. Faqat shu yangi yilni nishonladim, kutdim. Oldin shunchalik kutmaganman, lekin nimagadir bitta o'zim uyda o'tirganim uchun oilaviy birga bayram nishonlashni xohladim-da. Aytdim, keyin shu bilan yur bozorlik qilamiz dedi. Jirkib bozorlik qilib keldida, soat endi kechki payt bo'lib qoldi, o'sha soat 6-7larida ko'chaga chiqib ketaman dedi. Men dedim, uyingizda birinchi martaman. Men sarpa qilganim, sep qilganlarim hammasi Beshariq tumanida turadi. Uyimizda turganda Toshkentga hali hech nima olib bormadik. O'zi olib borishni xohlamadi. Biz bu uydan ketamiz dedi. Uyda dedim, hech nima yo'q. Oddiy kelishmovchilik bo'lyapti-da. Uyda dedim, hech nima yo'q, baribir tarelka qo'yishga kerakli uydagi narsa yo'q ekan dedim. Keling, shuni menga ko'rsating uyingizda dedim. Men o'zi kam yashadik, chunki biz ko'p Moskvada yashadik, keyin bu yoqqa keldik Toshkentga. Birga narsalarni topaylik dedim, yasatib o'tiraylik. O'zi soat kechki paytga 7 bo'ldi dedim. Bayram kuni o'zini tashlab chiqib ketmang dedim. Keyin menga qiziqishlaring muhim emas. Rus tilida aytganda, o'zingga ham, qiziqishlaringga ham idi naxuy. Mana shu gapni aytdi-da. Ko'chaga chiqib ketvordi. Keyin men xafa bo'ldimda, ovqatlarimni qilib, tayyor qilib qo'ydimda, dasturxon bezatishni xohlamasa, dasturxon bezatmayman dedim. Shu bilan keldida, dasturxon bezatilmaganligini ko'rib, ota-onasiga telefon qilib, men bu ayolni hozir talog'ini beraman. Bu ayol bunaqa yig'latib, rosa so'kib, keyin urmayman deganman dedi. Allohga shukr dedim, hatto urmaydi desam, ota-onasiga telefon qildida, bu ayol bunaqa, bu ayol bilan yashamayman, ketish kerak, shunaqa dedi. Keyin shu bilan oradan bir necha kun o'tib bilib qoldim. O'sha gaplashib yurgan ma'shuqasi menga tashlab berdi. Aynan bu hamma harakatlari meni ketkazish uchun, ota-onasiga yomon ko'rsatib, menga tazyiq o'tkazib turib, menni ajralish uchun bo'lgan ekan. Uni o'sha ayolga yozgan xabarida ozgina sabr qilib turgan, shu men o'zim sevmasdan uylandim. U endi umuman boshqa ayolda, oldingi ayollardan boshqa ayol. Ozgina u qiz, lekin u qiz bilan 2 yildan beri gaplashar ekan, to'ydan oldin, to'ydan keyin ham u qiz bilan gaplashib kelgan ekan. Qilib turgan, shu ayolimni ketkazib olish uchun nima bo'lsa qilyapman. Ketkazish qiyin bo'lyapti. Bu xato bo'ldi. Xatoimni to'g'rilab olganimcha ozgina sabr qilib turgan degan yozuvlarni ko'rganimdan keyin shunchalik o'zimga tahqirlash, shunchalik ketishga qaror qildim. Boshqa ilojim qolmadi, chunki boshqa ayolga meni ketkazish kerakligini hamma harakatlari keyin tushunib yetdim. Meni o'sha nomimni yomon qilib ketkazish kerakligiga harakatlar bo'lganini bildimda, keyin ketdim, lekin o'sha 7-yanvar kuni ketishga qaror qildim. 7-yanvar kuni ketdim. O'shandan beri tazyiqlari, tahdidlari to'xtamaydi. Men bilan yashaysan, sharmanda qilaman. Ko'p chatlar yozgan xabarlar turgandi. Menda hozir internetga ham joylagandim. 3-4 talani, lekin meni telefonimni hozir urib olib ketib o'rgani uchun hozir telefonimda ko'p narsalar yo'q. O'sha 7-yanvardan beri yashaysan, yashamasang men sharmanda qilaman, yashamasang unaqa qilaman. Menda har xil narsalaring bor. Internetga chiqarib olaman. Qarindosh urug'laringga butun borki tanishingga tashlayman. Mahalla kuyingda shunaqa qilaman. Onangni bog'chasiga odamlar umuman kelmay qo'yadi. Bir dona bolasi qolmaydigan darajada odamlar oldida sharmanda qilib tashlayman. Ota-onangni qachon ota-onangni oilasi buzilib, onangga taloq beradi va o'sha otang senlarni tark etib yo o'ladi, yo sen uyingdan chiqib ketmaguncha shunaqa harakatlar qilaman deb tahdidlar qildida. Balkim bir xillar uchun aytish mumkin, qilmabdi-ku, hali bunaqa ishlar qilmabdi-ku, nima qilarding, masalan, shikoyat qilib deydi, lekin men u odamni hozir ochiqlamagan sirlari, ochiqlamagan shaxsiy harakatlarini boshqalarga nisbatan qilingan ishlar juda yaxshi bilaman-da. Uni qo'lidan nimalar kelishini, shu paytgacha boshqalarga nima qilib kelganini bilganim uchun qo'rquvimdan, tazyiqdan, o'zi shuncha yeb kelgan kaltagimdan,
tahdidlardan qo'rqib oxiri shu ijtimoiy tarmoqda murojaat qilishgacha olib keldida. Shu 7-yanvar bo'ladigan bo'lsa, 23-yanvar kuni birinchi marta uyimga kelib janjal qildi. Keyin 29-yanvar kuni kelib oxiri janjal, ota-onam juda ham yaxshi gapirdi. Bo'ldi, boring. Agar rostdan ayolingiz yomon bo'ladigan bo'lsa, yashamang. Hech kim majburlagani yo'q. Bunaqa nomini yomon qilib turib nomini yomon qilib turib, yana men bilan yashashni xohlayman deyishingiz, bu hamma odam bilib turibdi, mantiqiy emas-da. Agar rostdan yomon bo'lsa, yashamang mana dedi. Keyin yo'q, men yashashim kerak, senlar ajratyapsan, senlar bunaqa qilyapsan, o'sha sensirab ota-onamni 60-70 yoshli odamlar sensirab urushga tushib ketdi. Oxiri shunaqa yomon so'zlar aytdi. Men chiqmagandim-da, keyin aralashmay, urushmang. Ota-onam nima desa shu dedim. Keyin shu bilan ota-onamga shunaqa xunuk so'zlar aytgandan keyin shunday tashqariga chiqishimni bilaman. Ko'zi meni ko'rdida, shunday kelib turib telefonimni cho'ntagimda turganda, ichki cho'ntagimda shunday ushlab turib telefonimni so'rib oldi. Telefonimni ber deb qo'liga yopishimni bilaman. Meni urib ketdi. O'sha uyimizda voyda-voyda qilib baqirdim, lekin shunda ham telefonimni olishga harakat qilganimda ota-onam kelib endi ajratdi, ko'rib turibdi. Men bir qo'l bilan telefonni cho'ntagiga solib, bunaqa qilib meni urishga harakat qilyapti-da. Ota-onam kelsa, ota-onamga qarab, mana shu telefonni cho'ntagiga solib, ota-onamni urishni boshladi. Meni boshimga ota-onamni urdida, ayam o'sha qo'li bilan ajratmoqchi bo'lganida, meni boshimga urdida, onamni qo'liga ham urgan paytda o'sha onam qo'l suyaklari sinib, siljishlari o'sha tashxisini qo'ydi doktorlar. Shunaqa vaziyatgacha olib keldi. Keyin ko'chaga chiqib mashinasini haydab keyin ketib bordi. Bo'ldi, shu bilan o'sha 102 ga telefon qilgandik, lekin 102 ga yetib kelishga ulgurmadi. Shu bilan ketdi. Ketgandan keyin ham ta'ziyalar to'xtamadi. Hamma qarindoshlarimga o'sha aytgan sharmanda qilishni aytib qo'rqitdi-ku, o'shani qilishni boshladi. Qarindosh akalarim endi meni telefonimda hamma nomerlar, hamma nimalar turibdi. Ularga telefon qilib, mana shunaqa, bu nima, bu bunaqa, buni maqsadi ota-onasini o'ldirib, uylarini sotib, Toshkentga ketish, mana shunaqa narsalargacha-da, bo'xton, bu yolg'on narsalar. Siz qo'rqyapsizmi hozir? Nimadan qo'rqyapsiz? Hozirgi kunda himoya orderini kecha olishga ulgurdim. Bilaman, ochiq aytaveraymi, ko'p odamlarga odam qo'ygizdirib, shunaqa tanish почти mafiya sifatida odam qo'ygizdirib, eshigini tagida o'tirgan kunlari ham bo'lganda, boshqa odamlarda chiqsa, kechqurun chiqsa yo o'zi chiqsa, olib ketib, qiynab, urib yoki mana shunaqalar qilish, boshqa odamlarga qilganini bilganim uchun ham qo'rqyapman-da. Demoqchiman, uni qo'lida qanaqadir faktlar bor deyapsiz. Bormi rostana faktlar? Siz haqingizda yomon faktlar. Tushunishim bo'yicha qanaqadir ovozli xabar bor. U meni o'sha oldingi munosabatda bo'lgan insonim bilan, u men bilan gaplashmasdan oldingi menga Telegramni ochib berganimda, oldin shu gaplashgan paytimizda, shtobi meni yomon deb o'ylamasin, mana Telegramim, mana tursin, xohlasangiz deganmanda, unaqa shubhalari ko'p edi juda ham. Mana Telegramim tursin, o'zi meni bitta Telegramim bor, 8 yildan beri bitta nomer ishlataman, mana shu nomerni. Mana shu tursin, mana sizda, men boshqa davlat ishxonasida ishlaganman-da, men davlat ishxonasida ham faqat shu nomerimni bilishadi, mana tursin deganman. O'shandagi butun 8 yillik xabarlarni ochib chiqqan, kimgadir nimadir berilgan, kimgadir nimadir jo'natilgan bo'lsa, hamma narsani yig'ib, menga qarshi mana shu faktlarni nimadir gap bormi, nimadir xato ish qilganmanmi, kimgadir nimadir deganman, hamma narsani yig'ib olib o'sha paytda turgan ekanda, men bundan bexabarman. Keyin o'sha shantajlari, shunaqa tahdidlari o'sha narsalarga asoslangan holda bo'lgan ekanda. Xo'p, bu narsa tarqashdan qo'rqyapsizmi siz hozir? Endi shaxsiy ma'lumotlarim, unaqa yomon narsalar yo'q, lekin shaxsiy narsalarim bor. Siz ikkinchi turmush bo'lib turmush qurgansizmi? Nima uchun birinchi turmushida, nima uchun ajrashgan, ularda to'liq bilmagansiz? Bu yoqdan surishtirganimizda, shu ikkinchi oilasi, birinchi oilasidan ajrashgan, mana shunaqa gaplar bo'lgan, lekin hech kim aniq bitta ma'lumot bilmagan, chunki ular u yerda yashamagani uchun u haqida hech nima ma'lumot bilmagan. Faqat o'zidan so'raganman. Men sizga uni aytishi bo'yicha u faqat to'g'ri gapiradi. Men erkakman, men so'zim gap borki, erkak kishi qasam ichmaydi, erkakda so'zi qasam. O'shaning uchun so'ziga ishonaman. Ayting bor narsani, nima bo'ldi deganman. Men hech nima qilmaganman. U ayol mendan pul undirish maqsadida, boyligimni undirish maqsadida teggan ekan. O'sha narsalarni undirib ketdi. Men uni so'raganman, qo'l ko'targanmisiz u ayolga? Chunki u ayolga agar qo'l ko'tarib rostdan shunaqa urgan bo'lsa, endi men uradi deb o'ylamaganman u ayolni. Lekin agar shunaqa urgan bo'lsa yoki nimalar qilgan bo'lsa, baribir menga ham qiladi-da.
unga qilgan menga qilmay qolmaydi odam. Keyin so'raganimda bir marta Amerikada bo'lganimizda, yashaganimizda gap qaytaraverganidan bir marta shapaloq urganman o'sha gapirmaslik uchun degan. Keyin o'yladim, endi hamma oilada ham bo'ladi-da, turmush mush degan narsa endi o'zbek xalqida bo'lgan, ozgina kelishmovchiliklarga chidasa baribir ham bir suv loyqalanib tinadi degan. Может, o'sha ikkita qars ikki qo'ldan chiqadi bo'lgan, balkim shunaqa bo'lgan, keyin kelishib ketganmiz dedi. Keyin kelishib ketganmiz dedi. Mayli, xo'p, sizning gapingizga ishonyapman dedim. Chunki boshqa so'raydigan odamim yo'q edi dedim. Rasman ajrashgani bu? 2025-yil iyun oyida sudda rasman ajrashgan. Sizlarda ham rasman nikoh bo'lganmisizlar? Yo'q, bizda bo'lmagan. Biz 19-to'yimdan oldin 19-avgust kuni FHDga ariza topshirdik. 19-sentyabr kuni chiqish kerak edi. Ungacha to'y bo'lib ketdi. Tezroq Moskvaga ketishim kerak dedi. Trenirovkani boshlamasam qolib ketyapti trenirovkam dedi. Mayli, xo'p, 19-sentyabr kuni olamizmi desam, ha, olamiz 19-sentyabr kuni dedi. Bo'pti, xo'p, mayli dedim. Shu bilan ketdik Moskvaga, Moskvadan keldik. Shunaqa chatlarim turibdi, yozishganlarim. Men sizga ming martalab iltimos qildim, yolvordim, ZAKS olaylik, ZAKSimizni qilaylik desam, unamadingiz desam, bo'ldi, endi qilamiz deydi. Bo'ldi, endi qilamizdan million marta eshitdim-da. Misol uchun ijtimoiy tarmoqqa chiqqaningizdan keyin juda ham ko'pchilik o'zi har xil fikrlarni yozishdan boshladi. Keyin sizni qaysidir bir organlar boshqalar chaqirdimi? Xo'p, birinchi o'sha ichki ishlar organlaridan telefon qo'ng'iroqlar bo'la boshladi. Ular Beshariq tumanida yashaydi deb uni birinchi Beshariq tuman aloqaga chiqishni boshladi. Xotin-qizlar bo'yicha o'sha ichki ishlar organini mas'ul xodimi, keyin jinoyat qidiruv bo'limidagilar hammasi chiqishni boshladi. Keyin O'zbekiston tumani aloqaga chiqdi. Toshkent shahridan ham chiqishdi, Mirzo Ulug'bek tumanidagilar endi u yerda yashagani uchun chiqishdi-da. Keyin oxiri o'sha bizni ichki ishlar bo'limimiz boshlig'i tuman chaqirib o'sha vaziyatni tushuntirib, bo'ldi, biz harakat qilamiz dedi. O'zi ungacha 102 ga murojaat qilganligimiz sababli uchastka nozirimizda ishimiz ketayotgan edi, tergovga qadar tekshirishlar olib borilayotgan edi. Undan keyin biz dedi, mayli dedi, men tezlashtirib dedi, uni tergovga olib beraman dedi. O'sha sud-med ekspertiza javoblari chiqadi, o'sha men odamni urgan sud-med ekspertiza javoblarini olamiz, tergovni boshlaymiz dedi. Biz yordamimiz sizga shu deyishdi-da. Hamma joyda o'sha harakat qilamiz, unga tushuntiramiz, huquqiy profilaktika ishlarini olib borib, unga sizga nisbatan tazyiq o'tkazmasligini, tahdid qilmasligini, siz shaxsiy ma'lumotlaringiz bo'lsa agar rostdan ham ularni tarqatmasligini biz unga tushuntirib qo'yamiz dedi. O'sha kuni u ham advokat topdi, advokati bilan gaplashdik, bog'landik deb harakat qilishdi ichki ishlar organlari. Nima uchun bevosita bugun bizga o'zingizni roziligingiz bilan intervyu beryapsiz, to'g'rimi? Nima uchun roziligingiz bilan intervyu beryapsiz? Nima xohlayapsiz o'zi? Birinchidan, umuman tazyiqlarni, tahdidini to'xtatishini va agar 4 oy davomida faqatgina o'zimga shuncha tahdid, tazyiq bo'lganida indamasdan qarab turardim-da. Hozirgi kunda ham, kecha kechqurun ham tahdidlar bo'ldi-da, blogerlar orqali chiqib, agar to'xtatmasang, hozir videolarini olib tashlamasang, seni boshqacha yo'llar bilan yana sharmanda qilishda davom etamiz dedi. O'sha tahdidlar mana kechagi kungacha ham to'xtamayapti. Himoya orderini olganimdan bilib turib ham davom etyapti-da yana. O'shaning uchun o'sha tazyiqlarni to'xtatib va o'ylaganim bas qilishni xohlayman va o'ylagan narsam bitta ayolini men birinchi ayol bilan keyin aloqaga chiqdim. U ayol menga o'zini ham sud-med ekspertiza javoblarini tashlab berdi-da. Uni ham menga bir marta shapaloq urdim degan bo'lsa, uni ham xuddi shunaqa bir xil vaziyatlarda u ham gapiryapti, men uni o'zimda ko'rgandek bo'lyapman. Men gapiryapman, u o'zini ko'rgandek bo'lyapti-da. Ikkita ayolga bir xil qismatda bir xil ishlarni qilgan va bitta ayolga nisbatan u javobgarlikka ham tortilganda, unga tushuntirilgan, ayol kishini urmaslik, tazyiq o'tkazmaslik, bir marta tushuntirilgan, bir marta javobgarlikka tortilgan, bir marta jazosini olgan. Shunday ham o'ziga tegishli xulosa chiqarib olmagan u inson. Va ikkinchi ayolda ham xuddi shunaqa taqdir bilan, xuddi shunaqa tazyiqlar o'tkazib, xuddi shunaqa bir hayotni ravo ko'rdi ikkinchi ayoliga ham. Va o'ylaymanki, bundan keyin ham bunaqa harakatlarni boshqa ayollarga ham nisbatan olib bormasligini, insonlarga ham, hamma erkak demaymiz, lekin bor, guruch kurmaksiz bo'lmagandek qolgan insonlarga ham bu narsa bunday qilmasligi noto'g'riligini, mayli qonunni qo'yaylik, qonunda agar qilsa javob beradi, lekin insoniylik tarafidan bu narsa ayollarni urib tarbiyalash emas, to'g'ri gap bilan tarbiyalasa ham bo'ladi. O'sha narsani men sizga intervyu berishimdan maqsadim shu.
Masalaga oydinlik kiritish maqsadida muxbirlarimiz Shohjahon Ergashev bilan bog'lanishga urindilar. Ijtimoiy tarmoqlarda qayd etilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, tarqalgan xabarlarga izoh berishi va intervyu berishlarini so'raldi. Yo'q, hozir qanaqa intervyu bermasizlar? O'zlaring raqamni bera olmaysizda? Yo'q, shaxsiy ma'lumotlar berilmayapti. Ayol ijtimoiy tarmoqlarda tazyiqqa uchrayotganini bildirib, bu borada tegishli organlar uni himoya qilishni so'ragan. Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, ayni paytda ayolga himoya orderi berilgan va u ichki ishlar boshqarmasi nazorati ostida.